Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aka-ukalarim, opa-singillarım, umid qilamanki Allohdan sog' omon bo'lsangiz deb. Mana bugun kunlardan ham juma, 2026-yil 13-fevral do'stlar. Afg'oniston mol bozorlari. Ko'rib olayotganingizdek, Afg'onistonda har juma kuni bo'ladigan mol bozorlari do'stlar. 600 dollardan, 500 dollardan, 400 dollardan, mana bu qo'ylar ham 100 dollardan, 150 dollardan, 200 dollardan do'stlar narxlar ko'rib olayotganingizdek. Juda ham arzonlagan mana Afg'onistonda mollar narxlari do'stlar. Ham qishlog'imizda bo'lib o'tadigan mol bozorlar. Afg'oniston do'stlar bu yerda. Afg'oniston bozorlari. Mol bozorlari do'stlar. İnşallah like bosib obuna bo'lib qolinglar. Mana Afg'oniston hayotini mana shu kanalda ko'rib borasizlar. Ha? Mana do'stlar, qora ola buqalar. Hozir narxlarni ham so'rab ko'ramiz. Qancha ekan narxi mana? Qancha bo'l ekran? 43 ming? 43 ming qancha dollar bo'ladi? 8 dollar adashmasam. Dollar ekan do'stlar, mana ikkalasi. Mana ko'rib olayotganingizdek, mana 700 dollar do'stlar. Qani qimmatmikan, arzonmikan yozib qoldiringlar inshaalloh. Afg'oniston bozorlari do'stlar. Bu buqa qancha bo'ldi? Qorali buqa? 60 ming oldi. 60 ming olgan, ha? 1000 dollar do'stlar mana. 1000 dollar do'stlar. Qorali buqa 1000 dollar. Afg'onistonda do'stlar qorali buqalar 1000 dollar. Arzonmi, qimmatmi inshaalloh yozib qoldiringlar mana. Mana 1000 dollar. Assalomu alaykum Osmon ağa. Va alaykum assalom. Dayom teklemang, 3000 sog'mang. Narxim bag'darlar inshaalloh. Shukrlar pijapa. Ey maşallah. Satıp yatending. Shukr. Narxim qimmat ming, arzon ming bu juma. Bular arzon qimmat satira. Oy maşallah. Mol jallab do'stlar, mol olib sotadi mana shunaqa. Har hafta shuna ishi do'stlar. Mana bu rikshasi bor, o'sha o'zining shunaqa bitta 4 ta 5 ta buqona keltiradi do'stlar. Mana shunaqa mol jallab akalarimiz. Bu qancha bo'lding mana bu? 500 ga 50 ming. 50 ming olgan ha? 800 dollar do'stlar mana. Qorala buqa. 800 dollar do'stlar mana. Qorala buqalarni ko'ring mana. Ha, ancha yashar, 2 yashadimi? Tish yormagan ekan, hali yosh ekan, 1 yashagan deyapti mana. Mana. Afg'oniston. Polvonlarga geçilir tatlan. Dostlar, qo'ylar 150 dollardan 200 dollardan do'stlar. Qo'ylar ham semizgina qo'ylar. Mana bu yerda echkilar ham bor. 80 dollar, 70 dollar. Mana shunaqa. Echkilar ham 90 dollar. Mol bozorlari do'stlar. Buni shoxini qaranglar. Dahshat shoxi bor ekan lekin. Shoxi dahshat ekan bu. Do'stlar, bu yerda ham savdo bo'lyapti do'stlar mana. Savdosi birodarlar. Savdosi do'stlar, savdo ketyapti.
çıkar, nakdan çıkar. Nakdan çıkar. Onu çıkartma. Karamanı ekimi büyük koşup beriş yarmalarını aldı koy ketini çıkarma. Ben berekeden para var Mana baraka bo'lyapti. Sotilyapti do'stlar. Çıkar ey canını. Oğlum yok diye senem yok. Olur değil. Mana birodarlar, mana bu yerda ham tovuq go'shtlari sotiladi. Mana bu tomonlar ham bozor. Bozorning kirishi do'stlar. Bu yerda ham go'shtlar sotiladi. Mana do'stlar. Film to'liq Go'sht kerakmi? go'sht kerakda, lekin filmning to'liq o'tini. Mana do'stlar, tovuq go'shtlari qanchadan bo'ldi? 240. 40 ming so'm do'stlar mana. Tovuq go'shti. Mana shunaqa oq tovuqlar do'stlar. Mana shunaqa tovuqlar. Go'shtlar arzon. 70 ming so'm mol go'shtlari, birodarlar. Harma o'zeri baga. Alhamdulillah. Alhamdulillah, maşallah tovuq go'sht olib keting deng. Mana birodarlar, tovuq go'shtlari. Mana shunaqa Afg'onistonda juda ham tovuq go'shti ko'p olinadi. Kilosi 40 ming so'mdan oq tovuq mana. Bu yerda ham mana so'yib sotmoqda. To'qlar anqirda. Ha. Qishloq bozorlari. Nari raqam tatga qolsin. Mana Dip as. Ay tatdimi? ya aytardim yo'q. Do'stlar, bo'lmasam like bosinglar, obuna bo'linglar inshaalloh. Mana Afg'oniston hayoti va qishloq hayotini mana shu kanalda ko'rib borasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar inshaalloh.